Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Turkiyada o'qiyotgan o'zbek talabalarimiz hayoti haqida, yashash tarzi, narx-navolar, xarajatlari shular haqida bir batafsil ma'lumot bermoqchiman. Bugun sizlar bilan qarshimizda Muhammad Ali. Xush kelibsiz. Qayerdansiz va qachon kelgansiz? Qaysi universitetda o'qimoqdasiz? İsmim Muhammad Ali. O'zim Vodiydaman, Andijondan. Hozirda Istanbul Savoy Zoyimda me'morchilik talabasiman aka. 3,5 yil, 4 yildan beri Istanbulda istiqomat qilib yashab kelyapmiz. Juda ham yaxshi. Muhammad Ali, hozirgi vaqtda bilamiz, Sabahattin Zaim universitetida ta'lim olmoqdasiz. Universitetda afzalliklari, o'shalar haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tib ketasizmi? Sizni sohangizga qiziqadigan talabalar bo'lsa, Albatta. ma'lumotlar olish uchun. Albatta. Biz sohaga aytadigan bo'lsak, biz muhandislik va duo bilimlari fakultetida o'qiyman men aka. Qolgan me'morchilik bo'limlariga fakultetga qaraganda bizga sal hisob kitobda ustiga qurilgan. Qolganlarga sal dizayn taraflama ketadigan bo'lsa, bizga asosan hisob kitob bilan, matematika, fizika bilan funksiya yechimini qilish falsafasiga qurilgan bo'lim. Dizaynlarimiz ham shunga qarab chiqadi aka bizni. Muhammad Ali, ko'pchilik ota-onalar savol beradida, misol uchun qanday o'qish tarzlari qanaqa, yashash sharoitlari qanday, hozirgi vaqtda siz qayerda yashamoqdasiz, narx-navolar haqida biroz ota-onalarga, talabalarga batafsil ma'lumot bera olasizmi, qisqacha bo'lsa ham? Tabiiyki, birinchi kelindagi ekonomikasini qaraydigan bo'lsak, bu yerda juda arzon edi, narxlari boshqalar arzon edi. Misol uchun oyiga $100, $200 u yoq bilan yotoqxona, yeb-ichmoq, maynet, kommunal to'lovlar hammasi bilan kun kechirsa bo'lardi. Hozir oxirgi 1,5 yil davomida bu dunyoda bo'layotgan har xil voqealar, Turkiyaning o'zini ekonomikasi boshqalarda shu ta'sir qilib, hozirda yashashchi talabalar uchun qiyinroq bo'lib qoldi. Ya'ni aytaylikki, ko'p men o'zim atrofimda o'zimga ham boshimga tushgan vaziyatlar bor, boshqalar bor. Yo o'qish kerak, yo ishlash kerak, boshqa masalalar bo'ladi. Shunda shu masalalar hozir o'quvchilar qiynalib boshqa qilyapti. Shuni hisobiga qiyinroq. Oldin qaraganimiz osonroq edi, hozir qiyinroq. Tushunarli. Hozir siz yotoqxona turasizmi yoki kvartirada turasizmi? Uzr. Men hozirda yotoqxona turaman. Kelganimdan beri yotoqxona turasizmi, hozir ham yotoqxona turaman. Shu biroz qisqacha bir ma'lumot bersangiz, u qanaqa yotoqxona, oyiga qancha to'laysiz, u narxlarning ichiga nimalar kiritib ketilgan, kvartira bilan qanaqa afzalliklari bor? Kvartirada to'g'risi kelganimda bir 2 oycha kvartirada turganman. Kvartirani afzalliklari yo'q deb o'ylayman student uchun. Studentlar bilan alohida chiqib tursa boshqa gap, lekin Turkiyada shunaqa nimalar bor. Bitta oilani nimasi bo'lib, o'g'li bo'lib kiradi yoki sherik bo'lib kiradi, boshqa kiradi. Ishlayotganlar bilan kirib, bu tortib ketib qoladi. Ya'ni misol uchun odam ishlaydigan odam bilan kiradigan bo'lsa, men o'quvchiman, tortib ketib qoladi. Men o'zim passivlashib ketib qolaman o'qishda, boshqa ta'sir qiladi yani. Ta'sir qiladi. Tushunarsiz. Yotoqxona tavsiya beraman. Yotoqxonalar bu yerda umumiy qaraydigan bo'lsak, vaqf yotoqxonalari. Yani davlat yotoqxonalarida bu bizni yabanchi urukli deb qo'yadi Turkiyada. Chet eldan kelgan studentlar turolmaydi, turishi uchun mushkulroq, qiyinroq. Shuni hisobiga biz vaqf yotoqxonalarda turamiz. O'zal deb aytiladi bunda, turk tilida. Nimasi o'zbek tilida xususiy yotoqxonalar turadi. Narx qancha hozirgi vaqtda? O'rtacha yotoqxonalarda oladigan bo'lsak, 13.000 hozirgi kursda qaraydigan bo'lsak 45 dan bo'lyapti shunda. 13.500 to'laymiz aka oyiga. Yillik shartnoma qilinadi. Shunday. Mana yerda hozir gapingiz bo'ldi. Mana yerda dollar hisobida yozib ketaman, ko'rsatib ketaman. Undan tashqari biz bu ilmiy emas vaqfi deyiladi. Shundan keyin sport bakalnidan ya'ni burs keladi, grant keladi. Shuni hisobiga sal nafs olganda bo'lamiz biz bu mavzuda. Tushunarli. Xo'p, hozirgi Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga va ota-onalarga qanaqa maslahatlaringiz berardingiz? Qanaqa tavsiyalaringiz bo'lardi? Ota-onalarga iltimos qilib qolardim, agar farzandlarini haqiqatan o'qishga jo'natadigan bo'lsa, fikrini bo'lmasdan, misol uchun kursini qaraydim. Podkurs bilan keladigan bo'lsa 5 yil o'qiydimi, 4 yil o'qiydimi, 4 yilni hisob kitobini qilib, ta'minlashi ko'zga yetadigan darajada bo'ladigan bo'lsa, shunda jo'natishsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu yoqqa kelgandan keyin studentda, talabalar shunaqa narsa bor, fikrini bo'lmasdan
o'qish kerak, bor fokusini o'qishga qaratish kerak. Shunda ham o'ziga, ham millatga, ham o'zini o'rniga kelgan, misol uchun keldi va qaraydigan bo'lsak 500 ta odam yoki 1000 ta odam kela olmaydigan o'rinlarga kelib o'qiyapti. Nasib qilib shuncha joyda o'qiyapti va o'zini mas'uliyatini his qilish kerakki, shuncha jo'ralarim, og'aynilarim, do'stlar, yorlar kela olmagan joyga men kelib o'qiyapman deb shu mas'uliyatni his qilgan holatda o'qish kerak. Ya'ni moddiy dastak ham bo'lsin, dastak bo'linmasin. Ota-onalarga shuni tavsiya qilib qolaman. Dastakni nima qilmanglar. Yarim yo'l tashlab ketib qolmanglar, boshqa qilmanglar. Juda yaxshi. Yoki ishlatgan jo'natinglar yoki o'qitgan jo'natinglar boshqa. Fikrlaringiz uchun rahmat Muhammad Ali, vaqtingizni ajratganingiz uchun. O'rtoqlar, agar sizlar ham Turkiy universitetlarda o'qishni xohlasangiz, xuddi Muhammad Ali ukamizga o'xshab turib talaba bo'lishni xohlasangiz, Bu arada aka-kapiz bo'ldim, Shahzoda aka menga yordam bergan dokumentlarga kirishga boshqaga. rahmat kattakon. Shahzoda akaga yozaverasizlar. Ishonch uchun. Bu yerda bunaqa narsa, buni ham aytib qo'yay. O'zi harakat qiladigan bo'lsa, yeb qolishi mumkin. Shuning uchun ishonchli firmalarga murojaat qilsanglar yaxshi, yordam beradi. Ma'lumotlar uchun rahmat kattakon, vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat aka, salomat bo'ling aka.